Xudoga shukr shehda ishimiz mana O'zbekistondan bor, Qirg'izistondan bor, Tojikistondan bor, misol hamma millatdan bor. Bardingiz durustmi, ha? Hammamiz Xudoga shukr Drojna Kovkada yashaymiz. Yaxshi gaz, svet, hamma narsa bor, biron kamchiligi yo'q. Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Tanajoningiz sog' bo'lsin. Mana Xudo xolasa inshaalloh Nursulton do'stimiz mana shu yerdan bir Xudo xolasa mana shu xonadonni ko'rsatgan edi. Mana keldik, alhamdulillah, Allohga shukr. Kelib shu yoqqa joylashdik. Ancha bo'ldi joylashganimizga. Allohga shukr. Mana biroz ko'rib turganingiz sekin-sekin qishga Xudo xolasa inshaalloh bu molxonani tayyorgarliklarni qilyapmiz, Alloh nasib etsa. Deyarli sekin-sekin tayyorgarlik ketyapti. Mana bu yoq o'sha olib bergan mana Nursultonda o'zi olib bergan katta yeri mana. Mollarga mana Allohga shukr o'zi bosh-qosh bo'lib turib, mana shu yerda boshidan hamma yo'qdan yordam beryapti. Ishpalqiz, assalomu alaykum. Alaykum salom Nursulton, qandaysiz? Yaxshi, rahmat ukam. Seni igiliklaring bilan shu yerga kelib buni uylarda olib oldik ukam. Baringga shukr. O'zingiz qaysi joqdansiz akam? Men Qirg'izistondan bo'laman, mendan O'zgondan bo'laman. O'zgon. O'zgondan bo'laman. O'zgon qaysi joqdan? Sentrdan bo'laman. Sentrdan. Akamdan O'zbekistondan? O'zbekistonda Andijonda Asakasidamiz inshaalloh. Andijondan Asakasidan. Assalomu alaykum, hurmatli men mekendeshlarim, jana bizning kanalning ko'ruvchilari, amansizlar tuğanlar. Esingizde olsa, özüm uyumdan janından o'sha video chiqargan bolchiq. Jayында ko'pchiligingizlar ko'rgansizlar. Bizning YouTube, Telegram, WhatsApp gruppalarimizga chiqqan bolchi. Adres bo'yicha tuğanlar, adres Tverskaya oblast, город Bejetsk. Bugungi kunda bizning O'zbekistonlik akamiz kelib yashayotgan uchun, juringizlar andamasa borib cho'g'i tanishalik. Videoga birden klass başta unutmaysiz. Bol chetib klasslarni bosamiz. Assalomu alaykum. Akam, qandaysiz? Assalom, alhamdulillah, Allohga shukr. O'zinglar. Yaxshisiz akam? Tanajoningiz sog'mi? Alhamdulillah, Allohga shukr. Xush kelibsizlar mana Xudo xolasa inshaalloh. Salomatligingiz yaxshimi? Yaxshi akam. Sizni bir sira videoga tartib chiqaralım deb keldik akam. Inshaalloh. Juda xursandmizda, xo'p bo'ladi mana. O'zingizni bizning ko'ruvchilar bilan bir sira tanishtirib ketasizmi akam? Assalomu alaykum, aka-ukalar, yaxshimisizlar, tinchmisizlar? Tanajoningiz sog' bo'lsin. Mana Xudo xolasa inshaalloh Nursulton do'stimiz mana shu yerdan bir Xudo xolasa mana shu xonadonni ko'rsatgan edi. Mana keldik, alhamdulillah, Allohga shukr. Kelib shu yoqqa joylashdik. Ancha bo'ldi joylashganimizga. Allohga shukr. Mana birodarki, sekin-sekin kamko'slar to'g'irlayapmiz. Shunaqa bir hayvon, shunaqa narsalarga o'zi mana Allohga shukr yordam berdi. O'zi bilan birga borib hayvonlarni olib keldik. O'tin, o't, yem mahsulotlari bo'yicha hamma tomonlama yordam beryapti. Dokumentlarni hammasini mustahkam qilib bergan. Xudoga ming qatla shukr. Shunga podpischilarga aytamiz, Xudo xolasa inshaalloh kelinglar. Bu yerda sekin-sekin ko'payishamiz, Xudo xolasa nasib etsa. Hamma birodarlarimiz mana kelyapti, Alloh nasib etsa. Akam, o'zingiz O'zbekistonning qaysi joyidansiz? Men O'zbekistonda Andijondanman. Andijondan. Ha, Andijondanman. Mana shu Moskvada ishlaymiz. Mana shu yerdan bir xonadon qilib, Xudo xolasa inshaalloh oilaviy shetamiz. Andijondan qayerdan bo'lasiz? Andijon Asakasidanman inshaalloh. Andijon Asaka. Andijonda Asakasidanmiz. Aha. Shunaqa gap so'zlar mana shu yerda sekin-sekin Xudo xolasa inshaalloh oila bilan shetamiz. Nasib etsa. Ruxsat bersangiz, bizning ko'ruvchilarga janaga uylaringizni, saraylarni ko'rgazsak akam. Bemalol, faqat xursand bo'lamiz-ku. Kelinglar. Bismillah, kiringlarchi. Qana bismillah, juringizlar andamasa akamning uyining için bir sira kirib ko'rgazaylik. Xudo xolasa inshaalloh mana o'tinlarni mana tushirib qo'ydik, Alloh nasib etsa. Aha. O'tinni tushirdik buni. O'tinni qishga tayyorgarlik endi. Qishga sekin-sekin tayyorgarliklarni qilyapmiz. Tak, uyning sirtidan mana akamizning olgan uyi shunday uy. Ha, shu ozginagina. Bu joqda garbilingiz ekan. Garbil tushdi-da, garbil. Endi bu garbilda Xudo xolasa inshaalloh shu molxonalarga nasib etsa. Aha. Harakat qilamiz. Molxonaga ishlaytem deb oldingiz. Ha, Xudo xolasa. Adashmasam shuni endi erta bahordan boshlaymiz inshaalloh. Aka mana bu molxonani qishga tayyorgarliklarini olib bormoqdamiz inshaalloh sekin-sekin. Hozir janaga ikki uyingiz bor, sog'in uy, ha? Bir torpoq. Ha, o'shanday. Shunaqa. Biz sekin-sekin qishga Xudo xolasa inshaalloh bu molxonani tayyorgarliklarni qilyapmiz, Alloh nasib etsa. Deyarli sekin-sekin tayyorgarlik ketyapti. Mana bu yoq o'sha olib bergan mana Nursultonda o'zi olib bergan katta yeri mana. Mollarga mana Allohga shukr o'zi bosh-qosh bo'lib turib, mana shu yerda boshidan hamma yo'qdan yordam beryapti. Mana hozir o'sha ikki sog'in uyingiz bilan? Da, shuni hozircha shuni sekin-sekin boshlayapmiz inshaalloh. Ha, ikki sog'in uyingiz bor ekan, bir torpoq, ha? Buni torpoqni qanchaga oldingizlar? Hozircha buni kichkinaligida olib keldik. Buni kichkinaligida 15 so'mga oldik. 15 ming rublga. 15 ming rublga olgan edik. Aha. Ha, bu uylarda bo'lsa, sog'in uylarda 80 mingdan oldik o'xshaydi. Yo'q, 85 mingdan oldik. 85 mingdan. 85 ming so'mdan oldik. Aha. Bularda. Hozir necha litr sut beryapti akam? Hozircha shu endi haligi 10 litr 15 litrga da shunaqa bir 10 litr 15 litrga da sut olyapti. Asosan shu bolasi ichadi. O'zimizdan shu oshna. Bolasidan ortqani 10 litr 15 litr. Bolasidan shunaqa 10 litr 15 litr. Kechagi kuni yem masalasi bo'yicha yemlarga yordam berdi. Mana yemlarni alhamdulillah oldik. Kamko'slar masalasi bo'yicha, qolgan dokument masalalari bo'yicha bemalol yordam beryapti. Allohga shukr. Kelinglar mana yerni
Bu yog'i chegarasi yo'q. Bu yog'i Mana bu yog'i 1 gektar, bu yog'iga ham ketib qolaverasizlar agar zeriksanglar. Polni hamma tomonlama, dokument tomonlama ko'ngillar, to'q qilinglar. Mana shu nimaiki va'da bergan bo'lsa, hammasini chiroyli qilib, sekin-sekin ado qilyapti. Undan ko'nglimiz to'q. Mana o'ziga qo'shnimiz, xudo xolasa inshaalloh bitta o'rtamizda bizning uyimiz akam. Bitta sosetimiz bor, sosetdan keyin xudo xolasa Nur-Sultonda o'zlarining uylari mana. Mana operator akam mo'ljag'ini ko'rgazdi. Bu yerda shu endi asosan bu yerda dehqonchilikdan, bu yerdan foydalanish kerak bo'ladi. O't o'lan serot misol uchun. Hali o'ylanmaysizlarda borsam nima yemga qanday qilaman ekan, o'tinni nima qilaman ekan, yo dokumentni nima qilaman ekan deb. Asinga boshdan oxirigacha turib hamma yo'g'iga yordam beryapti, alhamdulillah. Xudo xolasa buyursa dag'i mallarni, o'ylarni ko'paytirasiz. Ko'paytiramiz xudo xolasa inshaalloh. Где-то bir yana 1-2-3 oylardan kelgan bo'lsanglar, Alloh nasib qilsa bu yerda ancha o'zgarishlar bo'ladi. Xudo xolasa otlar ham bo'ladi, Alloh nasib qilsa. Kelasizlar xudo xolasa inshaalloh. Tana joyinglar sog' bo'lsin. Mana akamiz o'zingizga qo'shni oldi, buyursa. Bu yoqda ne jasayapsiz hozir? Bu banya bu. Bu banyaning yoniga hozir shu hojatxonaga harakat bo'lyapti. Yana shu kamko'slar endi bir sekin-sekin bo'lyapti-da endi. Hamma yo'q birdaniga bo'lib qolmaydi. Allohga shukr lekin. Bu yoqqa hojatxona biz kelganimizdan hech ham afsuslanganimiz yo'q. Birinchi o'rinda kelib to'lka qurzamiz. Chaqdi? O'ta yoqdi, o'ta. Kak o'zimizdaqa bemalol hech valigi anaqa narsalar yo'q, alhamdulillah. Dem bo'lib qo'ni qo'shnilar ham yaxshi, mo'minlar ham yaxshi odamlardir. Ichkariga ancha-muncha dokumentchilaring tushadigan bo'lsa ham odamlar hech haligi bir ajratib boshqa narsa qilgan yo'q. Hamma yo'q zo'r. Mana ko'pchilik bizning ko'ruvchilar ayog'i ko'pchiligingizlar so'rayapsizlar, jayt masalasi qanday deb. Jayt masalasi bu yoqda dengiz qalashıncha. Joy masalasi umuman bepoyon. O'g'irlagan joylaringizga borib bemalol Mashtuq Ali Hojiboy rahmatli aytgani tosh totasiz, u yog'iga yana 1-200 metr ketaverasiz bemalol qo'rqmasdan. To'g'ri aytasiz. Hech qanaqangi bir qo'ni qo'shnilar ham yaxshi, odamgarchilari yaxshi. Birinchi o'rinda hovli olma qo'shni ol degan narsa bor. Qo'ni qo'shnilarimiz yaxshi birinchi o'rinda. Sekin-sekin qolgan narsalardan ko'nikib, Allohga shukr. Hech afsuslanchilik bo'lgan yo'q, bir norozigarchilik bo'lgan yo'q. Birinchi o'rinda. Qolganlari hech nima emas. O'tin tomonlama qishda, misol uchun o'tinlarni mana kecha o'zlari bilan birga borib olib kelib tushirib qo'ydik. Ulardan ham ko'ngil to'q. Gaz bor, suv bor, hamma sharoitlar bor. Uylarga do'q kakash domlarnikiga o'xshab, shunaqa banya, tualet, hamma sharoitlari bor. Bir xil, hech qishda ham qiynalmaysizlar. Endi 3 oy 4 oy qish ham o'tadi, ketadi. Bu bizning birinchi qishimiz bo'ladi, chiqishimiz xudo xolasa qishdan. Keyin bu yoqlarni ko'rib sharoitlarga qarab ishlayveramiz. Shunga qishga o'zimizga loyiq sharoitlarni qilib oldik birinchi o'rinda. Hozir mana shu uyda tashqari tomonlari endi sekin-sekincha bu tomonga usmet qilmay qoldik bu yilni. Hozir ichki tomonlarni qilyapmiz buni, sekin. Remont ketyapti inshaalloh. Где-то bir 3 oylarda, 4 oylarda kelib qolsanglar, xudo xolasa inshaalloh hamma yo'qlar tayyor, chiroyli, go'zal bo'lib qolgan bo'ladi. Alloh. Buyursa, keyingi yili dag'i uylarni ko'paytib olsangiz, dag'i buyursa, dag'i chiqaraverasiz. Albatta, xudo xolasa inshaalloh. Uyning için ko'rgazamiz buyursa, bizning ko'ruvchilarga. Uyning sirtidan ko'rgazib qo'yingiz, operator akam. Uyning sirtidan shunday bo'lcha. Uyning sirtidan bu yilcha kech qoldik-da. Shunga anaqa qilganimiz yo'q, tashqari tomoniga. Endi sekin-sekin bo'lib ketadi inshaalloh. Buyursa, Alloh nasib qilsa. Shunga birinchi o'rinda ko'ngilni xotirjam qilib birodarlarim. Saqlay kelaverasizlar inshaalloh. Hamma tomonlama mana o'zim aytganimdek, hech anaqa narsa bo'lgan yo'q. Hamisha nimaki kelgan bo'lsak, hamma tomonlama yordam beryapti. Bu tomonlama ko'ngil to'q. O'zimiz shu Moskvada bo'lib qolsak ham bir iltimos qiladigan bo'lsak, hamma tomonlama biz bo'lmasak ham qo'ldan kelgancha yordam berib, alhamdulillah Allohga shukr imkoniyatlarni qilyapti. Mana bu tomonlama hech ham demoqchimanki, o'ylanib qolishdi degan narsa bo'lmasin demoqchiman. Dokumentni borsam o'tni nima qilaman deb, boshqasini nima qilaman deb hamma tomonlama mana Allohga shukr noldan yordam berib keldi. Alloh rozi bo'lsin. Qolgan podpischaki ukalarimiz, birodarlarimizga ham alangali salom. Yana yilga xudo xolasa inshaalloh kelsa bir o'zgarishlar bo'lgan bo'ladi, Alloh nasib qilsa. Xudoy buyursa, inshaalloh. Ishingizga egilik, Alloh taolo barakasini bergan bo'lsin akam. Buna qo'shnilardagi bugun jiyilishib qolibmiz. Bu yoq akamiz qaysidan qoldingiz? O'zgandan bo'lamiz. O'zgandan. Bu yoqdalar qo'shnimiz bo'ladi. Men uyim ana narxi men uyim bo'ladi. Marjaqda akamizning uyi. Mol yoqda bo'lsa men uyim. Mol yoqda men uyim. Bu yoqda bo'lsa akamizning uyi buna. Marjaqda Ümit akamizni deydi. Ümit akamiz Moskva Xovrino metroga marshrutka haydaydi. Mana marshutkani ko'rib o'tasizlar. Marshrutkadagi o'z-o'zidan qisqasi universal. Bu yoq Qirg'izistondan bo'ldi. Akamiz O'zbekistondan, Andijondan, Asakadan. Siz Tojikistondan. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Akam yaxshimisiz? Xudoga shukr, yaxshi. Tinchmisiz? Xudoga shukr. O'zinglar yaxshimisizlar? Marshutkani haydab o'tasiz. Xudoga shukr sekin-sekin. Moskvaning qaysi joqdan jo'naytilingiz? Metro Xovrino. Metro Xovrinodan прямо Bejeskega. Прямо Бежеск.
Avtoexpress. Avtoexpress'ten bilet narxı qancha bo'lib o'tadi? Endi hozir 1600 so'm biletning narxi. Biletning narxi 1600 so'm. Прямой metro Xovriноdan qanday vokzalda? Severniy Varota. Severniy Varota. Bir kunda qancha reys keladi? 3 reys keladi. 3 reys. 3 reys. 3 reys keladi. Прямой Bejeskega o'shul joqqa olib keladi. Bejeskega olib kelib qo'yadi. Xudoga shukr, shehda ishimiz mana O'zbekistondan bor, Qirg'izistondan bor, Tojikistondan bor. Misol hamma millatdan bor. Bardığız durujni, ha? Hammamiz xudoga shukr, Drojna, Kovkada yashaymiz. Yaxshi gaz, svet, hamma narsa bor, biron kamchiligi yo'q. Kelib mana sotiladigan uylar bor, kelib olsalaring bo'ladi. Mana mol qilam deganlar bo'lsa, mol qilaman deganlar bo'lsa, polya ko'p, misol qilsa bo'ladi, iloji bor. Biron problema yo'q, o'ta haqida, misol u haqida naqalar biron naqasi yo'q. Naboradan yordam berishadi agar misol kattaroq ferma qilmoqchi bo'lsangiz. Bu tomonlardan naqa qilsa bo'ladi. Mana vaqtimizlar tuganlar, ishingizga egilik akam. Rahmat. Mana sizlarga ham rahmat cho'ng, shunchalik ellarni chaqirib uylar olib berib o'tasizlar. Darshi dokument jag'ini ham qarab o'tishadi. Jem, cho'p, bez problema. Jayt yerlari ham bor. Kelib mol qo'yilib qarasanglar dag'in gengri ekan. Elderi ham yaxshi ekan bu yerda ne qilib o'tasin degan so'z yo'q. Потому что shuning uchun o'sha bardingiz bir tug'anlar shu yerga bir cho'g'ilib olsak, dag'in ham yaxshi bo'ladi, kelib olg'ilar. Nursulton rahmat sizga dag'in. Rahmat akam, sizga da ishingizlarga egilik buyursa, buljoqlar ko'p жаңылықтар chiqaraver, ellarga beraver жаңылықтар chiqarib. Жашасын ellarda. Kelaversinlar, qo'shnilar. Kelem degan bizni ko'rib o'tgan O'zbekistonlik, Tojikistonlik, Qirg'izistonlik akalarimiz kelib bizga o'xshab, buni bizga qo'shni bo'lib yashayim desa, kelaversinmi akam? Kelaversin, buni kelib yashayotamiz. Buni 1 yil bo'ldi inshaalloh, yaxshi barjo. Bardigi yaxshi. Yaxshi. Buni aka-uka bo'lib, bu joqda degan bizda sen o'zbeksing, sen tojiksing, sen qirg'izsing deb. Onday degan narsa yo'q. Bu yerda onday degan narsa yo'q. Büt bardığız intimoqda, ha? Intimoqda bardığız. Bir-birimizga yaxshilik bilan qarab o'tamiz-ku. Inshaalloh barjoq yaxshi bo'ladi, yegilar. Shunday deysiz. Mana akam, Alloh rozi bo'lsin sizlarga, ishingizlarga egilik. Alloh rozi bo'lsin. Rahmat sizlarga, Umid aka. Rahmat. Buni tuganlar ko'rib chiqdingizlar, o'shunday variant. Agarda bizga qo'shni bo'lim desangizlar, kun sayin bizning YouTube, Telegram, WhatsApp gruppalarimizda Rossiya jargasida arzon sotila turgan uylar chiqib turadi tuganlar. Basini aytib ketamiz, adresini aytamiz, büt bardig'ini aytib ketamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha amon turingizlar. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh.